Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Hürmetli kırındaşlar, biz aldın qıtımlıq söhbetimizde degендek bizni Allah'ın muhabbeti geliştirdiğin ve kıyamet günüsüdeki mahşer meydanındaki kızıqlıq derecesini tasavvur qılmaydigan kızıq günde bizni Allah'ın erşisinin sayısıdır, sayda şerefi geliştirdiğin bu uluq nimet, ilahi dostluqni buzadigan amillar üstü to'xtalib ketib boramiz. Navbatda shu amillardan birisining üstü to'xtalamiz. U bo'lsa-mu shar'iy masalalarga, islomning ta'limotlariga sal qarash. Xo'sh. İslam dinininki insonlarga ko'ra, musulmonlarga ko'ra nurg'unlagan ta'limotlar bo'ladi. Ko'pincha buningdan xabardor. Buludu bo'lmaydi, durust emas, halal haram meseleleri. Ahlaki noktadan to'g'ri olmaydigan mesele var, aqida haqqida noktasidan to'g'ri olmaydigan mesele var, shar'iy ahkam meselesi haqqida to'g'ri olmaydigan, istil jihatdan to'g'ri olmaydigan bir qator meseleler var, ko'rsatmalar var, dinning ta'limotlari var. Muşundaq meselelerge sel qaraşmı, aşı biz yukarıda ötkendek, bizni Allah'ın dostluğa eriştirdiğin, kıyamet günüsü erşinin sayısıdır, sayıda çıqa eriştirdiğin, bu dostluğunu buzduğun amillarının birisi ekan. İmam Buxari rahimahullah El-Edebul Mufrad degen kitapta rivayet kılgan bir hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste şunda degen. Ma tawadda isnani fillahi yufarraqu beynehuma illa bi zenbin yuhdisuhu ahaduhuma. İki adam Allah hakkında dostlaşıp, eğer bu iki dostun o'ttirisi ayrılgan bolsa, bunun sebebi şu iki dostun birisinin sadır kılgan hatalıqı, günah masiyeti degen ekan. İki dostun birisinin kılgan hatalıqı, dini cihetteki asiliqi, ma'siyatga, gunoh uchib qilishi, gunoh sodir qilishi bu do'stlikni buzadigan omillarning birisi ekan. Buni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuqori hadis sharifda bayon qilgan ekan. Xo'sh. Demak, bular do'st bo'lishda nimani ko'z tutgan edi? Bizni Allah subhanahu wa ta'ala muşu dostluğumuz sebeplik dost tutsun. Biz muşu dostluğumuz sebeplik Allah'ın dostluğuna erişeyle. Muşu dostluğumuz sebeplik kıyamet günüsü Allah'ın erişisinin sayıda şerefe erişeyle. Degen maksat kılıngan idi. Şunda olganda bu ilahi savab birlediğen, ecir birlediğen bir dostluğa aylanatdı. Elbette biz aldığımız sohbetlerimizde toxtalib o'tdik, izohat berdik. Bir kishi, yana bir kishidagi isillikni ko'rgan vaqtida, taqvolikni ko'rgan vaqtida, ixlosni, samimiyatni, rostchilikni ko'rgan vaqtida, dindorlikni ko'rgan vaqtida, uningdagi taqvolik, uningdagi farzkorlik, diniy masalaga inchki qaraydigan, bunga sal qaramaydigan, bu jihatdagi ahlak olsun, imani cihetteki tunuşununki yükseklikini kırıp ben ma kişi bilen dost olsam bulduk ya. Ben ma'nın bilen dost olsam mening mu imani cihetten, ahlaki cihetten, akidi cihetten, her cihetten yükselişimge texmi yaxshi musulmon bo'lishimga foydasi bo'ladi ekan. Mushunda bo'lganda biz mana mushunda yaxshilik ustiga qurilgan bu do'stlik orqali Allohning do'stligiga erishamiz. Allohning arshisining soyasida, soyada sharafiga erishamiz deb tanlangan do'stlik. Xo'sh. Endi ma'lum mezgil o'tgandan keyin shu ko'zda tutilgan ashu narsalar hujum qo'shursichu. Mayli bu birinchi shaxs yoki ikkinchi shaxsdan qaysi atraf betaraf, qaysi tarafdan şeriatning ta'limotlariga ko'ngil bilmaslik ko'ralsa, sal qarash ko'ralsa, halol harom masalalarga diqqat qilmaslik,
to'g'ri xato masalalarga diqqat qilmaslik, bir ishlarni filanlaganda qilmoqchi bo'lgan chaqda buning islom diniga uyg'un keladigan, kelmaydiganligi haqida o'ylanmaslik. Aqli nimani to'g'ri kelsa, shu bo'yicha mangadigan bulash, bularning aslida do'st bo'lgan vaqtida ko'zda tutgan o afzaliyatlarni, o fazilatlarni barbod qilish bo'ladi. Barbod qilish bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamningki biz oldingi qatamda deb o'tgan hadis shariflarda bu qadar fazilatlarni bayon qilishi. Ikki odam Alloh haqqida do'st bo'lsa, bo'lumunda bo'ladi, iboymi dedik. Allohning muhabbatiga erishadi. Qiyomat kunisi Allohning arshining soyasida, soyida sharafiga erishadi dedik va undan boshqa nurg'unlik hadisi bor. Nima uchun? Bir ikki odam og'ini bo'lsa, do'st birodar bo'lsa, bu üzgü buludu. Bunun dostluğu nim bulup aşınçılar katta ecirlerge erişidu. Katta ecirlerge elip baradı bu dostluk olanı. Bunun dostluğu ilahi asas üstüge kurulgan boğaşka. Dini asas üstüge kurulgan boğaşka. İman üstüge kurulgan boğaşka. Dini meseleligi boğan düşüncesininki yaxşı boğanlıqı, toğru boğanlıqı, süpetlik, yuqur boğanlıqı közü tutulgan boğaşka. Bu Allah'ın huzurunda ibadet hesaplanılan bir dostlukka aylanatdı. Aylangan idi. Hem de şu nesile berbat olsa, o başta közde tutulgan, o takvalık tügüse, o perezkarlık boğmusa, haramdan saklanış, halalga intiliş boğmusa, bu acizleşse ya ki de bununla sel qaraydigan halat kep çıksa, yukarıda edilse degендek bazı hatalıklar, bazı günah masiyetler sadır kılınsa, o çağda Allah subhanahu ve taala beradigan o fazilet, Allah subhanahu ve taala tarafından erişiladigan o muhabbet yana saqlanıp qalamdı. Allah ularni yana şu yaxshilikqa sahip qalamdı. Mümkün emas. Demek bularning birisinin aşında hatalıklarını sadır kılışı sebeplik, günah masiyet işlesi sebeplik, Allah subhanahu ve taala bularning dostluğunu ahırlaştırıp ötediken. Bu ulağı bergen cezası ekan. Eğer bular yukarı degендek takvalık üstüge, perhizkarlık üstüge, iman üstüge kurgan bolsa bu dostlukni, muşu boyunca yapmansa, bununla dikkat kılsa, Allah bulağı savab vermekçi miydi? Allah bulağını fazilet geliştirmekçi miydi? Allah bulağını özünün erişsin sayesinde sayed etmekçi miydi? Özünün muhabbeti geliştirmekçi miydi? Elbette şunda olmakçı miydi? Allah'ın Resulü şunda bayan kılgan. Demek yani bula ulanı şu yaxşılık eriştirdiğen o nersini berbat kılıversi şu. O samimiyetini, o takvalıkını, o perhizkarlıkını koldan bir koysu şu. Onunla sel qaraydigan, onu köz gelmaydigan, onunla ehmiyet vermeydigan bolsu şu. Allah onu tatip aladı degenden ibaret. Demek yaxşılıkka mukafat berildiken yamanlıkka ceza berildi degen itibar bilen bulanın kedimse bu dostluğa berbat kıldı eken, ahırlaştırıldı eken. Hoş. Bu noktani alahide yaxşı o'ylashimizga to'g'ri keladi qarindoshlar. Biz burulda shunday yaxshi o'tgan edik, shunday yaxshi do'stlarimiz bo'lgan edi, yoki falon pistondan vatanda andaq o'tgan edik, bunda o'tgan edik burun. Ammo hozir bunda olib qoldi bilmadik deydigan. Ya uning sabablari bo'ladi. Bir qator sabablari bo'ladi. Shu sabablardan shu do'stlikni bu holga ekelgan şu sebeplerini kuzatish kerak. Bu haqda o'ylanish kerak. Aşı meseleni eğer xalasak, o dostluqning asliga kirishni xalasak, aşı buzilgan amillarni isloh qilishimiz lozim. Hech bo'lmasa bundan keyin Allah yana bir do'st nasib qilsa, o do'stning do'stligini saqlash uchun
Onu izchil davomlashtirish uchun, o do'stlikni davomli saqlab qolish uchun, o do'stlikni buzadigan bu omillarni yaxshi bilib olib, bunga diqqat qilishimiz lozim, qarindoshlar. Shunga munosabatlik bog'lab o'tadigan yana bir masala. Bu do'stlikning ashundaq katta bir do'stlik bo'lishi nimaga bog'liq ekan? Nereden kelib chiqadi ekan bu? Bu Allah rızası üçün buluşqa bağlıq ekan. Allah üçün bo'lgan buluşqa bağlıq ekan. Eğer o do'stlik Allah üçün bo'lmagan vaqtida o davomlashadigan do'stlik bo'lmaydi ekan. Allah onu davomlashtirmaydi ekan. Demek bunu qanday bilamiz? Mesela ikki shaxs do'stlashdi. Yuqoridagidek ashundaq umidda, ashundaq yaxshi niyatda men bir xatolashib qolsam, menga xatoligimni eslatadi ekan. Allohni zikr qilishni eslatadi ekan. Ibodatlarimda susishib qolsam menga yordam qiladi ekan. Mening ibodatlarimni to'g'ri qilishimga, vaqtida qilishimga yordam bo'ladi ekan bu do'stimninki deb do'stlashgan. Ammakin bu ahvol ko'rilmasa, yuqori degandek ibodatlarga yordam olmasa, taqvoliqi bo'lmasa, taqvoliqi tugagan bo'lsa, farzkorliqi vayron bo'lgan bo'lsa, bu jihatda hammaga yilman sudek muomala qiladigan, bo'ladi bo'lmaydi bilan qarshi yo'q bo'lib qolsa, ashunda bo'lgandan keyinmi yana u do'stni do'stim deb muomala qilish, bu do'stlikni saqlash, bu do'stlikning aslida ixlos ustiga, Allah rızasıga erishish ustiga qurilgan do'stlik emas ekanligini ko'rsatadi qarindoshlar. Ya'ni ikki do'stning birisi ba'zi to'g'ri ishlarga diqqat qilmaydigan, xato ishlarga diqqat qilmaydigan, gunoh ma'siyatlarga diqqat qilmaydigan, labziy xatoliklar bo'ladi insonda. Ibodat masalalariga ko'ngil bilmaslik bo'ladi. Yuqori degandek halol va harom masalalarga, to'g'ri xato masalalarga ko'ngil bilmaslik, islomiy prinsiplarga ahamiyat bermaydigan bunday masalalar bo'ladi. O'shunday masalalar ko'rilsinmi? Yana bu do'stlikni davomlashtirsa, yana do'stim deb birodarlikni davomlashtirsa, bu bo'yicha muomalani davomlashtirsa, demek bularning do'stligi Allah uchun bo'lgan do'stlik emas degan gap qarindoshlar. Agar Allah uchun bo'lgan do'stliklar bo'lsa, boshda deganimizdek, aslında bir qator yaxshilik ustiga qurilgan do'stliklar bo'lsa, u yaxshilik tugisa navoda, u yaxshilik buzilsa, u taqvolik buzilsa, u ixlos buzilsa, u farzkorlik buzilsa, u axloq buzilsa, istil buzilsa, bu do'stlik buzilishi kerak. Chunki u ma birodarimda undaq emas ekan, mundaq ekan, isil birodar ekan deb do'stlashgandan keyin u isillik tugaganda, u isillik buzilganda men bu qarindoshim bilan Allah rızası uchun bu qarindishimniki munda fazilatlarni ko'zda tutib do'st bo'lgan edim. Ammo buningda bugun bu narsalar tugadi. Ajabonim bo'ldi. Deb bunun qarta nasihat qilish kerak yo'lda, bir şekilde buni asliga qaytarishga tirishib baqish kerak. Agar bu yana shu xatoligida axloqqa, istilga, iymon aqidaga, shar'iy ta'limotlarga sal qaraydigan bu xil xarakterini o'zgartirmasa, bu davomli shu holatni saqlaydigan bo'lib qolsa, u chaqda bu do'stlikni uzish kerak. Agar uzmasa, bu do'stlik ilahiy do'stlik olmagan bo'ladi. Allah haqqida do'stlashgan do'stlik emas deb bilish kerak buni. Bizning do'stligimiz Allah haqqida do'stlashgan do'stlik emas ekan deb bilish kerak. Boshqalar ham bularning do'stligi Allah rızası uchun qurilgan, bog'langan do'stlik emas ekan deb farq etish kerak. U do'stlik ularni hech qachon Allohning muhabbatiga erishtirolmaydi. Qiyomat kunisi Allohning soyasida, arshning soyasida soyilashga erishtirolmaydi.